ham qiyin bo'lmaganlari va ko'pchilik o'yinchilar hattoki bilmaydiganlari ham bor. Men esa shu topshiriqlarning barchasini hardkorda, ya'ni o'lsam hammasi tamom bo'ladigan olamda bajarishni maqsad qildim. Barcha topshiriqlar hardkorda. Olg'a, olamni yaratamiz. Juda omadli paydo bo'ldim, chunki uzoq kelajakda dengizda oldida paydo bo'lgani menga juda katta foyda beradi. Chekkadagi esa mening koordinatalarim. Men mod qo'ygandim koordinatalarni ko'rsatishga, lekin u qandaydir rasvoroq ishladi. Shuning uchun uni almashtirishga qaror qildim. Bundan rasvosi bo'lmaydi. Yiqilgan daraxt bunaqasi Java Minecraftda bo'lishini bilmasdim. Bizning videomiz topshiriqlar bajarish haqida ekan, kelinglar birinchi topshiriqni bajaramiz. Tosh kovlash orqali. Lekin bu dunyoda sohildan tosh kovlashdan ko'ra ahmoqonaroq g'oya yo'qligini tushunib yetdim. Aytgancha hozir ekranning chap yuqori qismida ko'rib turgan narsangiz men nechta topshiriqdan nechtasini bajarganim. Hozircha bironta ham bajarganimiz yo'q. Videoni sifatli bo'lishi uchun 2K olayotganimgami bilmadim, lekin videoning ba'zi bir joylarida qochishlar bor. Videoga shunaqa joylar tushib qolsa xafa bo'lmaysiz. Nima bo'lganda ham men